Sen istalgan odamni bir zumda seni sevib qolishiga majbur qila olasan. Hatto u o'zi buni anglamasa ham. Mana siri. Kim bilandir gaplashayotganda, u yerda yo'q bo'lgan uchinchi odam haqida yaxshi gap ayt. Oddiy maqtov emas, aniq sifat. Masalan, Aziz doim kimdadir muammo bo'lsa, birinchi bo'lib yordam beradi. Yoki Sarvinoz juda kuchli hazil tuyg'usiga ega. U xohlagan odamni kuldira oladi. Sen boshqa odam haqida gapiryapman deb o'ylaysan, lekin uning miyasi boshqacha ishlaydi. U sen aytgan ijobiy sifatlarni sekin-asta sen bilan bog'lay boshlaydi. Bu ong ostida sodir bo'ladi. U buni sezmaydi ham. Bu miya uchun tabiiy reaksiya. U spontan xususiyat ko'chishi deb ataladi. Sifatlar suhbatda turgan odamga emas, balki ularni aytayotgan odamga yopishadi. Ya'ni senga. Endi diqqat bilan tingla. Balki bizni yana ko'rmassan, shuning uchun obuna bo'l. Odamlar ongiga ta'sir qilishning chuqurroq sirlari Telegramda. Telegram bioda.